Prezident belgilab bergan tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi asosida Buxoro viloyat onkologiya markazi rahbarining davolash ishlari bo'yicha o'rinbosari Sherali Do'stov viloyatning Romitan tumanida bo'lib, bir oy davomida hududdagi tibbiy xizmat sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha vazifalarni amalga oshiradi. Mani vazifam mana shu tumanda tibbiyot sohasida dolzarb bo'lgan muammolar bu skrining, dimet tizimi, sog'lomlashtirish oyligi hamda bemorlarga, mahalliy aholiga yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazish vazifasi yuklatilgan. Rejamizda 30 ta aholiga rejalashtirganmiz. Mana shu yuqori texnologik operatsiyani bajarish. Bugun biz 3 ta bemor operatsiyaga tayyorlanganmiz. Ana shunday yuqori texnologik operatsiyalardan biri qalqonsimon bezi o'smasini olib tashlash amaliyoti bo'lib, mahalliy sharoitda muvaffaqiyatli kechgan amaliyot tuman mutaxassislari uchun ham tajriba orttirish vazifasini o'tadi. Men shu yerga 40 yildan buyon anesteziolog reanimatolog bo'lib ishlayman. Mana viloyat onkologiya bo'limidan mutaxassislar kelgan. Mutaxassislar operatsiyani juda ham yuqori texnologiyaga o'tkazdi. Bemorimizning ahvoli juda ham yaxshi. Hozir shunday texnologiyalar keldiki, endi shahar bilan teng, qarib Toshkent bilan teng desak ham bo'ladigan darajaga bo'ldi. Bu uchun albatta davlat rahbarimizga rahmat deymiz. Ham qizi, ham kelindagi o'smalarni bartaraf etish uchun shifokorga murojaat qilgan onaxon ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatdan mamnunligini aytadi. Rahmat, xorijgacha bormadik. O'zimizning tumanga Buxorodan kelib doktorlarimiz yaxshigina operatsiya qildilar. Operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Mingdan ming rahmat, ro'zimiz bilan. Tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar dasturi asosida Buxoro viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining buyrug'iga ko'ra, viloyat tibbiyot muassasalarining davolash ishlari bo'yicha o'rinbosarlari bir necha oy davomida olis hududlar, chekka tumanlarda bo'lib, tibbiy muassasalardagi mavjud muammolarni hal etish, qolaversa mahalliy sharoitlarda yuqori texnologik operatsiyalarni bajarish, pastki bo'g'in mutaxassislar malakasini oshirish bo'yicha ishlarni amalga oshirishadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.